ko'rinishidan 300 ming, 400 ming dollarlik kattagina hovlini vidini berib turadigan 2 etaj 6 xonali shu hovlimizni siz o'ylagandan ham ancha-muncha arzon narxda gaplashib qo'ydik. Toshkent shahari bitta chiroyli, zo'r mahallasiga joylashyapti. Uyimizda tartibga tushgan jigarlar, asosiy darvozaxonadan kirganda, darvozaxonamiz bemalol oshnab kirib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizni ham ko'rib turibsiz, 2 etaj, juda ham chiroyli qilib qurib qo'yilgan. Aytganimizdek 6 xonadan iborat. Ichkaridan kirib hozir birin-ketin ko'rsatib beramiz. Hovlichamizni ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli, mehr berib qo'yilgan. Fayzli xonadon kirasiz, yuragingiz jiz etib, shu uy olmasam bo'lmas ekan deb qolishingiz aniq. Lekin aytolmayman-ku, siz o'ylagandan ancha-muncha arzon narxdagi aynan shu uyimizda hech qanaqangi aybi yo'q jigarlar. Uyimiz juda ham chiroyli. Bunaqa uylar tez chiqadi, tez ketadi. Ulgursangiz sizniki bo'ladi, xudo xolasa. Darvozxonaga kirib kelganda ko'cha tarafdan ko'rib turibsiz, bir etaj uylar qilib qo'yilgan. Ichkarini remont holatlarini ko'rsanglar bo'ladi jigarlar. Yotoqxona, ichkariga sanuzul hamda hollar qilib qo'yilgan va ketdi jigarlar. Birin-ketin mana bu xonadonimizdan sizlarga ichkarilarini ko'rsatib beraman. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda o'rta koridor jigarlar hovlimizni ko'rib turibsiz. Kirib kelganimizda o'ng tarafimizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamizni o'zingizlar ko'rib turibsiz. Ichkariga kacholnik xonalari qilib qo'yilgan. Uyimizda cho'pli pol orqali silinadi. Cho'pli pol hamda batareya jigarlar. Chap tarafimizda mehmonlarni kutib olishingiz uchun chiroylikgina zalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Pastda razdelnik sanuzullar qilib qo'yilgan hojatxona hamda hammom. Tepada esa jigarlar yotoqxonalar. 4 ta yotoqxonamiz mavjud. Ko'rib turibsizlar, remont holatlarini uyimizda juda ham chiroyli saqlangan. 2021-yil remontdan chiqqan, o'sha holatdan beri chiroylikgina ushlab turilgan uyimizda jigarlar. Pishgan g'ishtdan qurilgan. Xudo xolasa, kelasiz, dokumentlardan muammogarchilik ko'rasiz, yoqqandagi bemalol baraka qolursangiz bo'ladi. Hozirgi paytda uyimizga 207 ming dollarga savdolashib qo'ydik. 207 ming dollarga xudo xolasa sizniki bo'lishi mumkin. Toshkent shahar Sergeli tumani Olchazor mahallasida joylashyapti. Maktab, bog'chalardan hech qanaqangi muammogarchilik, Olchazorni bilgan bo'ladi. Olchazorlarda bir sotuv yer narxi 50 mingdan kamiga sotilmayapti. Pastki raqam orqali telefon savdolashib ko'ring.